Hali ham kadastr qila olmayapsizmi? Sizga 4 ta yo'lni aytaman, ishingizni bitirib olasiz. Sarlavhasi ostida noto'g'ri axborot berilgan video bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Avvalo, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun o'sha ko'chmas mulk obyektiga huquq belgilovchi hujjatlaringiz bo'lishi shart. Ularning ro'yxati esa O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunda keltirilgan. Videoda qayd etilgan birinchi yo'li bo'yicha birinchisi auksion 0.4 gektargacha bo'lgan hududlar auksionga qo'yiladi yoki o'z talabgor bo'lib qo'yasiz, qatnashasiz, yurtchingiz bayonnoma beriladi va order bilan kadastr qilasiz. Bu masala agar fuqaro faqat turar joy qurish uchun yer uchastkasini olmoqchi bo'lgan holatga to'g'ri keladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan 4 sotixgacha yer uchastkalarini realizatsiya qilish e-auksion savdo platformasida amalga oshiriladi. G'olib bo'lgan fuqaroga yer uchastkasi davlat orderiga asosan mulk huquqi beriladi. Davlat orderi rasmiylashtirilgandan so'ng 2 ish kunida yer uchastkasiga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va g'olibga davlat reyestridan ko'chirma taqdim etiladi. Advokat ta'kidlagan ikkinchi yo'l. Ikkinchi sud o'sha bitta yerda egasiz yerda 18 yil davomida qarab, foydalanib, sonlarni, kommunallarni to'lab kelgan bo'lsangiz, uzluksiz muddat bo'lsa, sudning qarori bilan kadastr qilsangiz bo'ladi. 2021-yilning 1-avgustiga qadar yer uchastkasini ajratish viloyat Toshkent shahar hokimliklari vakolatida bo'lgan. Hozirgi kunda yer uchastkasi auksion orqali realizatsiya qilinib kelinmoqda. Sud organlarining esa yer ajratish vakolati ko'zda tutilmagan. Shuning uchun qancha muddat o'tmagan bo'lsin, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni sud organlari belgilab bera olmaydi. Yana bir yo'nalishga tuzatish kiritaman. Uchinchisi arxiv ma'lumotnomasi, ya'ni sizda hokim qarori bor yoki savxoz, kolxoz, sinfet qarori bor, lekin buni nomi nusxasi yo'q. Buni arxivga ko'tarasiz, ma'lumotnoma olasiz, shu bilan kadastr qilasiz. O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunning 31-moddasiga asosan O'zbekiston SSSRning yer kodeksi amal qilgan davrda olingan yer uchastkalariga bo'lgan meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun davlat arxivlari tomonidan tasdiqlangan quyidagi hujjatlar asos bo'ladi. Demak, tegishli xalq deputatlari kengashlari ijroiya qo'mitalarining yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari berish to'g'risidagi qarorlari, tegishli qishloqlar, ovullar xalq deputatlari kengashlari ijroiya qo'mitalarining fuqarolarga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari berish to'g'risidagi kolxozlar a'zolari umumiy yig'ilishlarning bayonnomalarini hamda savxozlar va boshqa qishloq xo'jaligi hamda o'rmon xo'jaligi korxonalari, muassasalari va tashkilotlari direktorlarining buyruqlarini tasdiqlash haqidagi qarorlari. Ya'ni agar yer uchastkasi ajratish haqidagi umumiy huquq belgilovchi hujjat bo'lmasa, arxiv ma'lumotnomasiga asosan kadastr hujjatlari qilinmaydi. Va so'nggi hozirda barcha uchun aktual bo'lgan 937-sonli qonun asos qilingan 4-yo'l. O'zboshimchalik bilan egallangan yer bo'lsa, buni xatlovga ko'ra 937-sonli qonun talabiga tushadigan bo'lsa, buni xalq deputatlari kengashining qarori bilan kadastr qilsangiz bo'ladi. Ushbu qonunga asosan ko'chmas mulk obyektiga huquqlarni e'tirof etilishida fuqarolar alohida ariza bilan murojaat etmaydi. Ushbu jarayon tasdiqlangan reja jadval asosida amalga oshirilib kelmoqda. Qachonki huquqni e'tirof etish haqidagi qaror qabul qilingandan so'ng fuqarolar kadastr hujjatini rasmiylashtirish uchun o'rnatilgan tartibda davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etishlari lozim bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, sodda va qisqa tushuncha berilgan bu kabi videolar orqali sarsongarchiligingiz yanada ortishi mumkin. Shu bois rasmiy axborot tarmoqlari orqali rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda masalalaringizni hal etishingizni so'rardik.